Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Bugun YouTube'da ochmaymiz. Shuning uchun faqat Telegramdan bo'ladi savol-javoblar inshaalloh. Kimda bir Qur'ondan, dindan savol bo'lsa, erkin suhbat qilib, savol-javob qilib o'tkazamiz inshaalloh. Marhamat Nodir aka, mikrofoningizni ochdim shekilli. Assalomu alaykum. Va alaykum Yaxshimisizlar, omonmisizlar? alhamdulillah, rahmat, xush ko'rsiz. Sog'lig'ingiz yaxshimi ustoz? Anchadan beri eshitmayapmiz sizni. Omonmisiz? Shunaqa suhbatlar uyushtirganingiz uchun oldindan rahmat sizga. Sizlarga ham rahmat, salomat bo'linglar. Biroz tanaffus bo'ldi. Bayram arafa, Qur'on qurbonlik nimasi bilan, sharofati bilan. Mana sekin-sekin inshaalloh yana boshlayapmiz. Mani ikkita savolim bor edi. Ruxsat bersangiz, birinchi savolim shuki, mana harom, halolga ajratiladi-ku hamma narsa. Topilishiga qarab, boshqasiga qarab, to'g'rimi? Masalan, o'g'rilik qilib pul topib, haliyinga biron narsa olib yesam, u harom bo'ladi, to'g'rimi? Yoki firibgarlik qilib haligi pulga ish sarflasam, u harom hisoblanadimi, to'g'rimi shu? Endi ikkinchi holat, kapital degan tushuncha borda iqtisodiyotda, ya'ni pul keltiradigan pul, bu kapital bu. Masalan, biror pulga zavod qursam, fabrika qursam yoki biror bino qurib uni arendaga bersam, birovga ijaraga bersam, u kapitalga aylanadi. Beradigan savolim nimadan iborat? Kapitalda haromdan topib turib, uni halol mehnatga ishlatilsa topilgan pul halol bo'ladimi yoki haromligicha qolaveradimi? Misol uchun, mana firibgarlik qilib kimdandir pulni o'zlashtirdim, deylik, mana 1 milliardni o'zlashtirdimda unga birorta fabrika qurdim yoki biror shu pul keltiradigan narsa qilib turib, unda men o'sha halol mehnat qilyapman u yog'iga-da. Shu topgan pulim u yog'iga halolmi, harommi? Birinchi savolim shu. Ruxsat bersangiz, ikkinchi savolni keyin beraymi, hozir beraymi? Aloqador bo'lsa beraversiz ham mayli. Yo'q, boshqa aloqador emas. U ham dinga aloqador. Bu shu birinchi savolim shu, rahmat. Yaxshi, hozir endi savolingizga aniqlik kiritish kerak. Siz aytmoqchisizki, noto'g'ri yo'llar bilan topilgan pul, foyda, ya'ni asli haromga aylanib qoladi-yu degan boshida shu iborani ishlatdingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Bu bilan nima nazarda tutdingiz, ya'ni? Masalan, o'g'rilik bilan topilgan pul harommi, halolmi? Yoki firibgarlik bilan, o'g'rilik bilan yoki yana har xil nimalar bor-ku. Yolg'on gapirib yoki omonatga xiyonat qilish bor, to'g'rimi? Aldab, kimdir masalan firibgarlik qilib omonatiga xiyonat qilish bor, to'g'rimi? Yo'llari, turlari ko'p-ku, harom topish yo'llari ko'p-ku. To'g'ri, tushunarli. O'sha haromdan topilgan pulni, harom yo'li bilan topilgan pulni оборотga kiritib, birorta bir masalan fabrika qurib, biznes qilib, xullas mehnat qilinyapti-ku yog'iga, biznesda mehnat qilinyapti va daromad topilyapti. O'sha daromad ham halol bo'ladimi, harom bo'ladimi? Chunki o'zagi harom-ku uni. Xo'p, endi mana shu mavzuda biroz to'xtalamiz. Qur'oni Karimda Niso surasi bor, 4-sura. Buni 29-oyatida Alloh taolo umumiy qoida qo'ygan. Qoida shu: insonlarni o'zaro ijtimoiy hayotda oldi-berdi, pul, foyda qozonish, tirikchilik manbaini aytayaptiki, Astag'firu billah, bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum va la taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima. Ya ma'nosi shundayki, mazmuni, ey mu'minlar, o'rtangizda ya'ni o'zaro mol-mulkingizni botil yo'llar orqali yemang. Endi hozir botil yo'llarga alohida to'xtalamiz. Noto'g'ri botil yo'llar orqali
bir-biringizni mol mulkingizni yemang. Faqat sharti bor. Inson bilan insonni o'rtasida muomalada qanday bo'lish kerak? Foyda qozonishda boshqada. Tijoratun an tarodin minkum. Oyat mazmunida davom etamiz. Ey mo'minlar, mol mulkingizni o'rtangizda noto'g'ri yo'llar bilan, ya'ni botil yo'llar bilan yemang. Faqat o'zaro ko'ngildan, ya'ni sidqi dildan rozi bo'lib qilingan tijorat orqali yeyishingiz mumkin. Bu mutlaqo mumkin dedi. O'zingizni halol qilmang, Alloh sizlarga nisbatan mehribondir deyapti. Bu oyatda botil yo'llar bilan yemang deganda bu hukmiy oyatni batafsil ochiqlab bergan boshqa oyatlari bor. Ya'ni botil yo'llar, qaysi yo'llar orqali inson pul topishi, mol mulkka ega bo'lishi mumkin emas. Bularda Qur'onda boshqa oyatlarda aytgan. Masalan, o'lchovdan, tarozidan, sanog'idan, metridan, kilosidan, ya'ni shu narsalarda urib qolish mutlaqo taqiqlangan harom ish. Mutaffifun surasi 1-dan 3-oyatgacha aytyapti va Isro surasi 35-oyat aytyapti. Ikkinchi eng yomon botil yo'l birovlarga qarz berish evaziga, shunchaki qarz berish evaziga shuning oqibatida foyda yeyish. Buni ribo deyiladi. Zamonaviy tilda kredit, ya'ni kredit orqali foyda yemang deyapti. Baqara surasi 275, 78, 279, mana Oli Imron 130-oyatda ham qat'iy taqiqlayapti. Qarz berib, xoh rasmiy, xoh norasmiy farqi yo'q. Shunchaki faqat qarz berish evaziga ana shu qarz orqali foyda ko'rish, bu ribo deyiladi. Endi majburan kuch bilan tortib olish. Kaf surasi 79. Aziz aytgandek, o'g'irlik qilib pul topish harom. Moyda surasi 38. Yetimning molini bildirmasdan yeb ketish. Niso surasi 2, 6, 10. Yoki masalan ayoliga nikoh mobaynida yoki nikohdan keyin birlarga yashayotib bergan narsasi, hadyasi, tillasi, uy, mashina nimaiki bo'lsa, ayolini o'ziga deb bergan narsasini ajrashib ketayotganda shu narsalarni tortib olish, bu ham taqiqlangan. U kishiga bu ishni qilish harom bo'lib hisoblanadi. Baqara 229-oyat. Va boshqalarni o'ziga tegishli bo'lmagan mulk, ko'chmas mulk yoki har qanday mulkni aslida sizga tegishli, sizga haqqingiz bo'lmagan narsani, birovning haqqi bo'lgan narsani o'zlashtirish maqsadida birovga pora berib, mana shu pora berish oqibatida birovning mulkiga, ya'ni noqonuniy yo'llar bilan aslida sizga haqqingiz bo'lmagan narsani rasmiy qonuniylashtirib o'zlashtirish, bular mana shu narsalarning hammasi botil yo'l deyiladi. Mana shu ishlar orqali mutlaqo, ya'ni pul qozonish taqiqlangan, harom qilingan. Bu boshqa masala. Endi sizni savolingizga keladigan bo'lsak, savol shundan iboratki, xo'p, mana shu ishlardan vaqtinchalik bir marta yoki 2 marta qildi, tavba qildi yoki qilmadi, pul topdi bir inson. Mana shu yo'llar orqali pul topdi. Bu insonni ana shu pulni olib borib oilasiga yedirishi, xotin bola chaqasiga yedirishi yoki o'zi ana shu pul orqali non, go'sht yeb olib, meva-cheva olib yeyishi, mana shu narsada to'xtalishimiz kerak. Qur'onga ko'ra hozirgi aytilgan ishlarni amalga oshirish taqiqlangan va katta gunoh hisoblanadi. Lekin buning masalasi boshqa. Shu yo'llar orqali endi foyda topdingiz. 1 so'm pulingiz 2 so'm bo'ldi. Endi uni shu 2 so'm pulga non olib yesangiz, u yegan noningiz harom bo'ldi deyilmaydi. Go'sht olib yesangiz, olgan go'shingiz harom bo'ldi deyilmaydi yoki oilaga olib borib endi yedirdi. Kimdir masalan johiliyat davrida noto'g'ri yo'llar bilan yo'llar orqali pul topib bolasini baqqan bo'ladi, oilasini baqqan bo'ladi. 1 marta yoki 10 marta yoki yillar mobaynida keyin tavba qilgan bo'ladi. Lekin tavba qilmaganlar ham endi bo'lishi mumkin. Alloh hammani isloh qilsin. Alloh taolo o'zi kechirsin. Bunday holatda hech kimga aytish mumkin emaski, bolasiga, oilasiga, ota-onasiga harom rizq yedirdi deyishga haqqimiz yo'q. Chunki u topgan puli bilan boshqa insonni mardikorlik qilib topgan pulini ikkalasini 100 ming so'mligini yonma-yon qo'ying, hech biriga bu harom pul deb yozilmagan yoki bu najosat deyilmagan. U pul oddiy qog'ozdan ishlatilgan, uni shu
100 ming so'mlik qadriga, qiymatga ega bo'lgan pul, valyuta. Uni halol haromi bo'lmaydi. Undan tashqari bozorga borib Navoiydan halol bo'lgan pokiza non sotib olasiz yoki un sotib olasiz yoki halol go'sht, rizq sotib olasiz. Bu bilan uni shu narsa ham harom bo'lmaydi. Ya'ni insonning luqmasi harom bo'lib qoladi deyilmaydi. Bu yerda taqiqlangan faqat ana shu faoliyatni bajarish, mana shu ishni amalga oshirish harom. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Shariatda qarash kerak. Bir narsaning asli, ya'ni asli harom bo'lsa, uni halol qilishda imkoni yo'q, faqat istisno tariqasida halol bo'lishi mumkin. Masalan, to'ng'iz go'shti asli harom. Insonni so'yganda oqib chiqqan qoni asli harom. Buni cho'chqani go'shtini ustachilik qilib, halol mehnat qilib, pul topib sotib olsangiz ham baribir u cho'chqa go'shti halol bo'lib qolmaydi. Yo, birovning cho'chqasini o'g'irlasangiz ham uni shu haromligicha qolaveradi. Bu bilan uning aslidagi, fitratidagi aslilik haromligi bu o'zgarmaydi. Lekin asli halol bo'lgan narsalar bor. Non, go'sht, sut, suv, yog'. Bu narsalar masalan halol. Endi buni noto'g'ri yo'llar orqali topilgan foydaga sotib olsangiz ham u harom bo'lib qolmaydi. Aslicha qolaveradi. Faqat qaytaraman. Ana shu faoliyatni olib borish taqiqlangan. Ya'ni shu ishni amalga oshirish taqiqlangan. U orqali topilgan pul kimdir vaqtincha, kimdir yillar mobaynida bolasini baqqan bo'lsa, oilasini shu bilan yedirgan bo'lsa, hech qanaqa ta'na qilishga haqqimiz yo'q. Harom luqma yedirdi deb. Bunga misol masalan payg'ambarlarning hayotidan misol keltiradigan bo'lsak, Ibrohim alayhissalomning masalan otasi. U kishi mana tarixiy manbalarga ko'ra va Qur'oni Karimga ko'ra ham butparast bo'lgan. Endi tarixiy manbalar buni ittifoqiy aytadi. But sotib tirikchilik qilgan deydi. Ya'ni demak Ibrohim alayhissalomni but sotgan butining puliga baqqan yoki vaqtinchalikmi qanchadir vaqt tarbiya qilgan, yedirib ichirgan, ana shu orqali rizqlantirgan hisoblanadi. Aslida butni yasab sotish, ya'ni bo'lib ham ayniqsa insonlar bunga ibodat qilsin degan shirkiy e'tiqodda qilish mutlaqo harom, taqiqlangan ish. Lekin Ibrohim alayhissalom ana shu orqali rizqlandi. Bu bilan aytolmaymizki, Ibrohim alayhissalom haromi bo'lgan deyishga hech kimga haqqi yo'q. Harom yeb katta bo'lgan deyishga ham haqqi yo'q. Shuning uchun birinchi savolingizda siz savol emas, xabar tariqasida berganingiz uchun avval shunga aniqlik kiritay dedim. Endi aynan mana shu hozirgi mavzuda yana qandaydir fikringiz, savolingiz bo'lsa, marhamat. Mikrofoningiz hali ham ochiq. Biron bir savolingiz bo'lsa, marhamat, bo'lmasam keyingi savolingizga o'tamiz. Rahmat, javobdan qoniqdim ustoz. Ikkinchi savolim, mana hozir dunyo rivojlanib ketyapti, insoniyat rivojlanib ketyapti. Ko'ryapmiz, g'arb davlatlari, boshqa davlatlar kuchli demografik krizisda. Shu jihatda mana Yaponiya ham, boshqa g'arb davlatlari ham kuchli krizisda. Hozir ilm fan nihoyatda kuchli rivojlanyapti. Bugun fantastika deb ko'ringan narsalar ertaga borliq xuddi mana voqelikda reallashyapti-da. Bu nima kabi? Mana 150 yil avval avtomobil bu mo'jiza edi, samolyotlar mo'jiza edi. Hozir aytmoqchi bo'lgan gapim ham balki mo'jiza bo'lib tuyular, lekin fundamental ilm fan shunga yetib keldi. Nima haqida gapirmoqchiman? Insonni sun'iy yetishtirish. Ya'ni hozir bugungi kunda biror mana bu ruschada zarudish deydi, bu homila. Homilani yaratish uchun erkaklikni aynan urug'i kerak bo'lmayapti. Istalgan hujayrani erkakda, istalgan hujayrasini ayolni o'sha tuxumiga laboratoriyada nima qilib, urchitib, shuni yana sun'iy bachadonda noldan yetishtirish hozir shunga insonlar muvaffaq bo'ldi bugungi kunda. Ya'ni bu narsa bugungi kunda bitta, ikkita bo'layotgan bo'lsa, hali 20 yildan keyin, 30 yildan keyin bu xuddi mana fabrikada inson yetishtiradigan darajaga yetib borishiga уже zamin tayyorlanib bo'ldi bugun.
Bu faqat shu texnologiyani arzonlashtirish, uni massaviy qilish, ya'ni ommabop qilish, bunga faqat vaqt talab etiladi xolos. Beradigan savolim, ana shu sun'iy yetishtirilgan insonlar, sun'iy yaratilgan insonlar ham Allohning bandasi hisoblanadimi, yo'qmi? Bu notabiiy ravishda, sun'iy ravishda yaratiladida bular. Shunaqa savolim. Uzr agar nimadan chiqib ketgan bo'lsam, ozgina hayajonim bor, uzr. Yo'q, hayajon ham yo'q, yaxshi. Endi imkon qadar hozir kuzatuvchilarimiz ichida balki savolingizni tushunmagan bo'lishi ham mumkin. Yana ham soddalashtirib bering yoki men aytay. Ya'ni sun'iy holatda, masalan, buni hamma ham qila olmaydi. Zarurat bo'lganda, mendan ham shaxsan o'zimdan ba'zi insonlar so'ragan, ya'ni farzand ko'rmayapmiz, lekin mana shu sun'iy ravishda farzand ko'rishimiz mumkin ekan. Ilm-fan olimlar tasdiqlayapti. Shuni qilsak bo'ladimi? Bu biz haqiqiy otasi bo'lamizmi yoki onasi bo'lamizmi degan savollar tug'ilgan. Endi shu tomonlama savol bersangiz, javob berishim mumkin. Lekin rivojlanish yo'q, bu haqida emas savolim. Siz nimani aytyapsiz? Siz sun'iy urchitishda aytyapsiz. Men yo'q. Men sun'iy yetishtirish, ya'ni hozirgi bugungi kundagi mana klinikalarda qilinayotgan ish bu sun'iy o'sha erkakda urug'ini oladi, aynan urug' hujayrasini oladi va ayolda urug' tuxumini oladi. Ularni prosta urchitib turib, nimada probirkada urchitib turib, yana ayolda o'sha tabiiy ichidagi bachadoniga soladi uni. Va homila ayolni bachadonida yetishib tug'iladi. Bu yerda faqat urchitish sun'iy xolos. Men aytayotgan narsa bu odamni ichida yetishtirilmaydi. Tabiiy bachadonni ichida yetishtirilmaydi. U skafandrga o'xshagan bunday apparatni ichida va erkaklik urug'dan olinmaydi. Urug'i olinmaydi erkak kishini. U xohlagan, masalan, sochi, so'lagi, eti istalgan joyidan istalgan hujayrasini olib yaratilyapti va insonni bachadonida emas, ayol kishining bachadonida emas, aynan apparatni ichida yetishtirilib voyaga yetkazilyapti-da. Shunga yetib keldi-da hozir ilm-fan. Bu bitta, ikkita holat bo'lyapti, lekin bu ommaviylashish, demografik masalani hal qilish uchun shu ommalashishi kutilyapti-da bu narsani. Xo'p, endi bu savolingizga Qur'oni Karimda mana Haj surasi bor. O'sha Haj surasini 73-oyati javob bo'ladi deb o'ylayman. Va boshqa oyatlar ham bor bunga aloqador. Bu yerda Alloh taolo marhamat qiladiki, Astag'firu billah, ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lahu innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaba wa law ijtama'u lahu wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu ضعف الطالب والمطلوب. Juda ham aniq javob. Ya'ni Allohning o'zining qudratini, yaratishdagi qudratini, ilmini, cheksizligini, inson yaratish tomonlama naqadar ojizligini xabar beryaptiki, mazmuni shunday: ey insonlar, bu oyat xoh musulmon bo'lsin, g'ayrimuslim bo'lsin, ateist bo'lsin, kim bo'lishidan, millati, jinsi, irqidan, yoshidan qat'iy nazar butun insoniyatga to qiyomatgacha xitob bo'lyapti. Ey insonlar, sizlarga bir misol keltirildi. Quloq soling, unga quloq soling deyapti. Allohni qo'yib duoyu iltijo qilayotganlaringiz, ya'ni Allohdan boshqasi, siz unga duo qilasizmi, qilmaysizmi, Allohdan boshqasi bir dona chivinni yaratish uchun birlashgan taqdirda ham bir dona chivinni yarata olmaydi. Ya'ni bu nima degani? Alloh tabiatda tabiiy holatda Alloh yaratganidek, ya'ni tabiatdagi asl qonuniyat, inson qanday yaratilishi kerak? Nutfadan, spermadan u ko'chib undan bachadonga sekin mana qon, go'sht, laxtaqon, suyak, et bo'lib mana shunday yaratilishi kerak. Mana shu qonunni qo'ydi. Mana shu ilohiy tabiatga qo'yilgan nizom va insoniyatning yaratilish qonun qoidasi asosidagina mukammal inson yaratiladi. Endi bu oyat aytayaptiki,
butun insoniyat yig'ilsa ham Olloh tabiatda yaratib qo'ygandek bir dona pashani yaratolmaydi. Bu qiyomatgacha bu oyat o'zini mo'jizaligini ko'rsatadi. Hozir shu paytda ham mana tabiatda asl haqiqiy tabiiy yaratilib vujudga kelayotgan pasha bilan bir xil pashani yarata olmadi. Bu inson u yoqda tursin. Insondek bunaqa mukammal aqli, vijdoni, fitrati, qobiliyatli bunday bir mo'jiza, Allohning ajoyib bir mo'jiza namoyandasi bo'lgan inson u yoqda tursin, bitta pashani yarata olmaydi. Yaratolmaydi ham bundan keyin. Ya'ni sun'iy yo'llar bilan bu narsaga erisha olmaydi. Oyat davomida aytayaptiki, agar xo'p chivin ulardan biror narsani so'rib olsa, uni qaytarib ham ololmaydi. Shu darajada inson ojiz. Yaratilish asl tabiatdagi qonuniyatlar asosida. Inson tabiiy qonunlarni buzdimi, muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Faqat va faqat mana shu yaratilgan shu qancha ming yildan beri hayot davom etayotgan bo'lsa, mana shu nizomdan chiqdimi, tabiati har bir narsani, inson bo'lsin, pasha bo'lsin, hayvon bo'lsin, ot bo'lsin, eshak g'oyatabiiy yo'llarga o'tdimi, buzilaveradi, muvaffaqiyatga erishilmaydi. Meni o'ylashimcha bu notabiiy yo'llar bilan inson masalan spermasidan, aynan urug'idan yoki ayoldan ham shunaqa asl tabiiy fitratiy yaratilish asosidagi qonuniyat asosida emas, bunga zid va muxolif ravishda inson yaratilishiga asos solyapmiz desa, bu oxiri yetib bormaydi va muvaffaqiyatga erishmaydi. Inson bundan ojiz. Oyatul Kursida ham masalan Baqara surasida ham Alloh taolo marhamat qiladi. Insoniyat qiyomatgacha Allohning zotida, sifatidagi yoki bu mana shu tabiat qonunlaridagi dunyoda qo'ygan ilmi bor. O'zi Alloh taolo biladi, boshqaga ma'lum qilmagan ilm bor. Mana shu ilmdan Alloh o'zi nasib qilganchasini beradi, inson shunga qodir bo'ladi. Alloh ravo ko'rmasa, uni u yog'iga, u chegaradan o'ta olmaydi. Ayniqsa yaratish, ya'ni bir narsani vujudga keltirish, ijod qilish va xalq yo'qdan bor qilib yoki sabablar asosida hayotga keltirish degan qonunda inson juda ham ojiz. Haqiqiysi kabi yarata olmaydi. Hatto bitta mevani yarata olmaydi-yu. Bitta mevani shu paytgacha tabiiy yetishgan olmadaqa sun'iy olma hech qachon teng bo'lmaydi. Foydasi, vitamini, kuchi, quvvati, chidamliligi, boshqasi, zarar foydasi hozirgacha hech qanaqa nimaga ega bo'lmayapti. Tushundim, rahmat. Просто ma'lumot uchun bir narsani aytib qo'yay sizga. Men aynan ilmiy mana bu faktlarga tayanib gapirdim. Homilani aynan yetishtirishdi hujayradan va uni bugungi kunda insonni sun'iy yetishtirish haqida qonunlar, qonunchilik bazasi yo'qligi uchun 2 hafta, 3 haftaligidayoq uni yo'qotishdi. Ya'ni o'ldirishdi. Bu narsa bor narsa bo'lyapti. Hozir qonunchilik masalan qonunga zid bo'lganligi uchun yoki unaqa bo'lganligi uchun o'zlarini bir vajhlarni keltirayotgan bo'lishi mumkin. Aslida muvaffaqiyatsizligini yashirish maqsadida yoki o'zlari ko'zlagandek natijaga erisha olmagan yashirish maqsadida shunaqa vajhlarni keltirgan bo'lishi mumkin. Yana endi haqiqatini Alloh biladi. Lekin insoniyat izlangani yaxshi. Mana bir surada oyatda keladilar, tarkabunna tabaqan an tabaq deydi. Sizlar tabaqama-tabaqa, etap-etap rivojlanaverasizlar deydi. Alloh taolo fikr yuritishga, izlanishga, intilishga, ilmga, harakat qilishga juda ko'p oyatlarda targ'ib qilgan. Albatta inson izlanish kerak, o'rganish kerak, imkon qadar yuksakka harakat qilish kerak. Lekin tabiatdagi tabiiy qonun qoidalarga zid bo'lmagan, muxolif bo'lmagan holatda. Tabiatni buzdimi, bo'lmaydi, muvaffaqiyatsizga erishadi. Natijaga erishmaydi aka. Yaxshi savollar berildi aka. Salomat bo'ling. Agar boshqa savolingiz bo'lmasa, mikrofoningizni bekitamiz. Katta rahmat. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Rahmat. Amin. Salomat bo'ling. Sizga ham rahmat. Islom nomli profil egasi marhamat. Mikrofoningiz ochiq. Alhamdulillah deb yozyapsiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom.
Juda yaxshi kelyapti. Xush kelibsiz, marhamat. Sog'lom salomatlaman. Alloh bizni sinaydi bu dunyoda tug'ilganimizdan to o'lgunimizgacha. Lekin o'sha Allohga suyanishlikni ham doim qilish kerakligini biz bilamiz, to'g'ri? Misol uchun har qanday vaziyatda doim Allohga suyanish kerak. Allohni o'zi sinayotgan paytda yolg'onchimizmi yoki munofiqmizmi, rostgo'yimizligimizni bilish uchun o'zi sinayotgan paytda kimga suyanamiz? O'zi sinayotgan Allohga suyanamizmi yoki bu ikkisi qanday bo'ladi, shuni jamlab bersangiz. Demoqchisizki, Alloh taolo insonlarni imtihon qiladi deyapsiz, ba'zi bir o'rinlarda. Endi o'zimiz Allohning imtihonida bo'lib turib, yana Allohning o'ziga suyanamizmi demoqchisiz, shundaymi? Ha, o'zi sinayotgan paytda o'ziga suyanishlik qanday bo'ladi yoki qanday qilamiz? Holbuki o'zi sinayotgan bo'ladi. Sizga bir misol keltiraman. Alloh taolo mana imtihonni bilansiz yosh bolalardan olmaydi. Ya'ni voyaga yetmagan, aqli raso bo'lmagan, balog'at yetmagan 5 yashar, 16 yashar, 10 yashar shunaqa o'g'il qizlardan olmaydi-da. Bular hali ma'sum, bir gunohdan xoli, ular bir hali farishta insonlar bo'ladi-da. Ularga bir diniy mas'uliyat yuklatilmagan, biron bir taqiq yo'q. Imtihon albatta voyaga yetib, hamma narsani ko'rib, bilib, aqli yetib, ma'lumot olgandan keyin, iymonga kirgandan keyin, oq qorani tanigandan keyin hayotida shunaqa imtihonlar, musibatlar, sinovlar boshlanadi. Kimgadir mol davlat bilan, kimgadir mansab bilan, kimgadir jon bilan imtihon keladi. Endi tasavvur qiling, bir oliygohni o'qituvchisi talabalarini bir necha yil o'qitdi. Bir necha oymi, bir necha kunmi, yilmi o'qitdi. Endi imtihon vaqti keldi. Kimga qanaqa baho qo'yish, kimga qanaqa natija qo'yish bilish uchun adolat bilan bu talabalarni imtihon qiladi. Qarang, imtihon qilayotgan ustozi o'zi ularni yetishtirgan, o'qitgan, ilm bergan, deyarli har kuni, har soat, har darsda birga muloqot qiladi, ko'rib turadi, ichidagini biladi, nimaga layoqatli, nimaga qodirligini, zehnini, farosatini hammasini o'zi bilib turadi, deyarli biladi. Lekin adolat bo'lsin uchun hammaga teng savol berilib, bir xil savol berilib, ya'ni o'zlarida ham haqiqatda menga adolatsizlik qilinmadi degan narsaga qaror qabul qilish uchun, e'tiroz bildirmaslik uchun hamma bilan teng qatori hamma o'quvchilar imtihondan kiradi. Mana shu imtihon qilayotgan ustozi talabalarini aslida imtihonsiz ham kim nimaga loyiqligini, qanaqa iqtidorga egaligini biladimi, bilmaydimi ustozi? Biladi. Biladi, chunki o'zi yetishtirgan, o'zi o'qitgan. Deyarli har kuni ular bilan birga ham suhbat, ham fikr bo'ladi. U nafaqat u ilmini, boshqa narsasini ham, unga nima vazifalar berilsa, qanaqa bir imkoniyat berilsa, qanday foydalanishini juda ko'p ma'lumotga ega bo'ladi. Endi mana shu joyda Alloh taoloni rahmati, fazli, mehribonligini bo'lgan insonda iymoni mana shu joyda ham rol o'ynaydi, o'zini ko'rsatadi. Alloh taoloni iymon keltirgan inson hayotda davom etar ekan, imtihonga kirayotganda Allohga tavakkal qilish degani shunday bo'ladi. Bir ishda avval tavakkalni mavzusini ochay, qisqa qilib, Allohga tavakkal qilish nima degan bo'ladi? Hech narsa qilmasdan, sababini ko'rsatmasdan, kerakli ishni qilmasdan, Alloh o'zi turibdi-yu, Alloh bor-u, kerakli chora tadbirni o'zi ko'raveradi deb hamma narsani Allohga topshirib qo'yish, bu tavakkalchilik hisoblanmaydi, Allohga tavakkal hisoblanmaydi. Bu ahmoqlik bo'ladi. Ahmoqlik, dangasalik, jaholat bo'ladi. Tavakkal, chunki bir ishga erishmoqchisiz, bir narsani maqsad qilgansiz, bunga erishish uchun kerakli bo'lgan barcha chora tadbirlarni ko'rasiz, barcha sabablarni qilasiz va mana shu ishni amalga oshirish mobaynida Allohim biron bir xatoga yo'l qo'yib qo'ymay, bir choralarni ko'rayotganda bir
qoqilmay, yo'ldan adashmay, fikrim o'zgarib qolmasin, ichimdagi bir nafsimga berilib qolmay, noto'g'ri maqsadga burilib qolmay deb turib, muvaffaqiyatga erishishda qo'yayotgan qadamlaringizdan toymaslikni va yaxshi muvaffaqiyatga, natijaga erishishlikni Allohdan so'rab, Allohga suyanishni mana shunda tavakkal deyiladi. Bu nafaqat imtihonda ham, butun faoliyatda ham bir inson hayotda maqsad qo'ydimi, doim Allohga suyanish kerak. Ya'ni Allohga tavakkal qilib suyanish deganda birinchi ma'nosi shu oyat bilan ochiqlaydigan bo'lsak, Robbana la takilna ala anfusina tarfat a'yun va la aqall min zalik. Bu nima deydi? Uzr. Bu duo. Masalan, shunday duo bor mashhur. Allohim Robbana la takilna ala anfusina. Allohim biz o'z holimizga tashlab qo'ymagin deyiladi. Bu ham tavakkalning bir navi. Qo'limizdan kelgancha ish qilamiz, lekin kerakli joyda Alloh taolo qalbimizni to'g'ri yo'lda muvaffaq qilishini, qulaylik berishini, doim o'zi nazorat qilib turishligini so'rashimiz, ya'ni Allohning rahmatiga, mag'firatiga suyanishimiz bo'ladi. Bu Allohga tavakkal har bir insonda Robbi bilan o'rtasidagi bo'lgan valiyligi deyiladi. Naqadar inson Allohga o'zini yaqin deb bilsa, tavakkali, ishonchi, iymoni shunchalik ustun bo'laveradi. Agar savolingizga javob bera olgan bo'lsam, savolingizni tushungan bo'lsam, mikrofonni boshqasiga beramiz aka. Rahmat ustoz kattakon. Yetarlicha bo'ldi. Xo'p, salomat. Xo'p. YouTube'da ochmaganim sizga sabab biroz texnik nosozliklar bartaraf qilolmaganim sabab bo'ldi. Inshaalloh ertangi yoki undan keyingi kunda YouTube ham ochib olamiz. Ko'pincha savollar kommentariyadan kelar ekan. Mikrofonda, bu Telegramda savol kam kelar ekan. Endi buni sababi ham bor ekanda. O'tgan safar Telegramdan savol-javoblarga mikrofonni ochganimizda Abror Muxtor Alini adminlari bor, 3-4 ta mashhurlardan Abbos degan bor, erkin e'tiqodda o'tiradi. Shular kirib, shuni odamlari kirib, menga savol bergan insonlarga profiliga kirib, u deb, bu deb vasvasa qilib, o'zini kanaliga olib kirib, go'yoki profilaktik suhbat o'tkazgandek qilib, boshini qatirib, boshini og'ritar ekan. Ha deb yozib, telefon qilib, ko'rishaylik deb ba'zilarni tahdid qilib, boshqa qilib. Shuning uchun ham ayrim insonlar profilni ochgisi kelmay qolar ekan. Shu sababdan ko'p inson Telegramda savol bergisi kelmaydi ekan. Assalomu alaykum, domla yaxshimisiz? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Marhamat, xush kelibsiz. Aybga buyurmaysiz. Savolim shuki, 3 taloq to'g'risida gapirib bersangiz, savolim shuki, birdaniga 3 taloqni aytib qo'yganda yo'l bo'ladimi, yo'qmi? Shuni so'ramoqchi edim. Tushunalik. Uni keyin Hop, gapiravering. domlalar o'qiydimi? Shuni so'ramoqchi edim. Domla topolmayapmiz biz o'qiydigan. Yaxshi. Hozir mikrofoningizni bekitmay turaveraman, agar boshqa savolingiz bo'lib qolsa deb. Sizga qisqacha hozir aytib o'taman, qisqa qilib, xulosasini aytib o'taman taloq haqli mavzusi. Batafsil oyatlariga, hukmlariga to'xtalmayman, chunki juda ham ko'p qayta bu masalani aytdim. Sizga hozir adminlarimiz balki shaxsiy profilingizga yozishi mumkin. Men ularga Word shaklida shu dalillarni yuboraman va sizga kerakli linklarni, silkalarni beradi saytdagi, YouTube'dagi. Ana shu joylarni ko'rib, kuzatib, batafsil xotirjam o'zingiz savolingizga yana ham to'liq dalillarni javob olishingiz mumkin. Hozir sizga qisqacha aytib o'taman. Birdaniga aytilgan 3 taloq bo'lmaydi. Qur'on, sunnatga bu narsa zid. 3 taloq tushish uchun alohida ajrim bo'lish kerak. 3 marta ajrashgan bo'lish kerak. Bo'lib ham har bir ajrashishda taloqqa rioya qilingan, taloq qonun qoidalariga, shartlariga rioya qilingan holatda taloq bo'lgan bo'lsa, erkak kishi bir mast bo'lmagan bo'lsa, jahl ustida aytmagan bo'lsa, ayol kishi ham iddaga muvofiq bo'lgan holatda bo'lsa, guvohlar asosida bo'lsa, shunday taloq bo'lib idda kutilib, idda ichida yarashmagan bo'lsa va hakamlar yarashtiruv komissiyasi tuzilgan bo'lib, ular ham yarashtira olmay idda tugab, chiroyli holatda yuktoqini ajrab ketgan bo'lsa, shunda birinchi taloq sodir bo'ladi. Modomiki mana shu ishlar sodir bo'lmasa,
yarimta ham taloq bo'lmaydi. U kun taloq deydimi, ming taloq deydimi, 3 taloq deydimi, oila osonlikcha ajrashib ketmaydi. Alloh taolo chunki 5-6 ta shart va talab qo'ygan taloq uchun. Bularga rioya qilinmasa puch bo'ladi, taloq bo'lmaydi, nikohdan chiqmaydi. Birdaniga aytilgan taloq bir taloqqa o'tadi, lekin o'sha taloq bir taloq tushishi uchun ham juda ham ko'plab shartlar va talablar bor. Bu shart va talablar haqida sizga yuborilgan Word shaklida yoki PDF shaklida sizga shunaqa maqola yuboramiz, saytni linklarini beramiz. Uni shundan batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Qaytaraman, birdaniga 3 taloq tushmaydi. Bunaqa birdaniga 3 taloq tushoradi deyish Qur'on sunnatga zid fatvo berish bo'ladi. Oilalarning buzilishiga sabab bo'ladi. Isloh qilishga emas, ifsod qilish, buzg'unchilik qilishga qo'yilgan qadam bo'ladi. Boshqa savolingiz yo'q bo'lsa, mikrofoningizni o'chiraman. Yo'q, savolim bor. Endi Marhamat. hozir misol mana nikoh o'qitmasdan yashab ketsa bo'ladimi shunda? Buni shartlari bor-da. Bu Ha. shartlarini mana yana bu haqida qaytaylik. Taloq deb qo'ydi. Endi taloq dedi-yu, lekin taloqda bir siyosat qo'rqitishni aytgan bo'lsa, yarashib olish mumkin. Jahli ustida aytgan bo'lsa, yarashib olish mumkin. Mast holatda aytgan bo'lsa, yarashib olish mumkin. Endi yo'q, mast holatda emas, jahli ustida emas, haqiqatdan ajrash maqsadida aytganman. Ajrash niyatim bor edi deb aytdi va ayol kishi iddaga muvofiq bo'lgan holatda bo'lsa, pok holatda aloqa qilmasdan pok holatda bo'lgan bo'lsa, rostdan ajrash maqsadida aytgan bo'lsa, endi u ayol iddali hisoblanadi. Endi bitta sharti yarashib olish sharti, idda ichida, idda tugamasdan turib, mana idda bir 2,5 oy, har xil bo'ladi ayollarda holatiga qarab 2,5 oy atrofida bo'ladi idda. Mana shu vaqtda idda tugamay turib yarashib olsa, taloq tushmaydi, yana yarashib ketaveradi. Yo'q, idda tugab bo'lsa, qarordan qaytmasa erkak kishi, ajrashaman deb turib olsa, idda ham tugasa, ayol kishi ketsa ajrashib, o'rtaga bir taloq tushadi. Endi oilani tiklash uchun qayta nikoh qilish kerak. Guvohlar asosida va oila a'zolarining roziligini olib, qaytadan nikoh o'qish kerak. Ha. Yo'q, qizim bilan hozir kuyovim nima deydi? Muomala qiladi. Kuyovim kelib bolalardan xamirab turadi. Meni uyimga qidirib kelganda shu ish bo'lganda bu narsa. Meni uyimdan hali ketgani yo'q qizim. Bu savollaringizga hammasiga javob berilgan. Shuning uchun yana bu 5-6 marta mavzuga to'xtalganligimiz uchun Biz aytib bermaysiz. qo'rqamizda, bir qo'rqyapman-da men hozir. Yashab ketsin degani ham qo'rqyapman. Juda ko'pchilik ko'p narsalarni gapirgani uchun juda ham qo'rqyapman Yo'q, hozir. mayli, bo'lmasam sizga savol beraman. Shu kuyov bola taloq deganiga qancha vaqt bo'ldi? 15 kun bo'ldi-da. 15 kun bo'ldi. Demak, ajrash maqsadida aytgan, to'g'rimi? Ajrash maqsadida aytmagan, majburlikdan aytgan. Jahl, juda ham qattiq jahl ustida bo'lgan. Xo'p, mayli, buni ko'proq shunaqa deb javob berishadi, mayli. Buni ham bunday qabul qilib turaylik. Aytilgan vaqtda shu qizingizni iddaga muvofiq holatdamidi, yo'qmidi? Buni aniqlash kerak. Iddaga muvofiq holatda aytilgan bo'lsa, hozir kelincha iddali hisoblanadi. Ya'ni idda ichida hozir xohlagan vaqt kuyov bola kelib, ko'nglini olib, roziligini olib ketib, oilani davom etkazish mumkin. Rostdan aytgan taqdirda ham, yo'q, ajrash maqsadida aytib taloq degan bo'lsa ham, hozir iddali hisoblanadi. Baqara surasining 228-oyatiga ko'ra va bu'ulatun haqqu bi raddihin fi zalika in arada islaha degan Alloh taolo. Taloq qilingan ayollar bo'lib ham shartlari, qoidalarga rioya qilingan holatda taloq qilingan ayollar va idda vaqtida erlari yarashni xohlasa, bemalol qaytib olishi mumkin degan mazmunda oyat bor. Iddali degani taloq tushdi degani emas. Idda degani hali ham erining nikohida bo'ladi. Shuning uchun iddani erining uyida bitta xonadonning ichida o'tkazishga Alloh taolo buyuryaptiki, balki yarashib ketar, balki o'rtadagi kelishmovchiliklar bartaraf bo'lar, ajrashishga sabab bo'layotgan narsalar balki yo'q bo'lar, bir boshqa bir yo'l chiqib qolar degan hikmatlarda, shunaqa maqsadlarda idda tutiladi. Hozir qizingiz iddali hisoblanayotgan bo'ladi. Eng qo'pol, ya'ni haqiqatda taloq tushgan bo'lsa, iddali hisoblanadi.
iddali vaqtida ikkalasi ham o'z roziligi bilan, o'z ixtiyori bilan oilani tiklashni xohlasa, bemalol yarashib ketish mumkin. Hech qanaqa nikohni ham sharti yo'q. Domlaga borib nikoh o'qitish ham sharti yo'q. Mana shu sizlarda oila a'zolarida roziligi bilan olib ketib yashasa, bemalol yashayveradi. Chunki hali o'zini nikohidagi, mahramidagi ayol hisoblanadi. Rahmat domla. Endi tushundim. O'zingizdan eshitib endi tushundim. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Mayli. Omon bo'ling. Alloh taolodan baxt saodat tilab qolaman. Salomat bo'lsin, baxtli bo'lsin. Ilohim rahmat. Marhamat, Hamidullo aka, mikrofoningiz ochiq. Assalomu alaykum Bahramjon, eshitilyaptimi? Juda yaxshi eshitilyapti. Marhamat, xush kelibsiz. Rahmat Bahramjon, agar ruxsat bersangiz bitta savolim yo'q, ko'rsatuvingiz haqida gapiradigan so'zlarim bor, cho'zilishi mumkin agar ruxsat bersangiz. Mayli, mayli. Marhamat. Bahramjon, mana men shu mahalla saylagan nuroniy oqsoqoliman. Bir necha yildan beri sizni ko'rsatuvlaringizni mana hisobda 1,5 boshlaganingizdan beri muntazam ko'rib, o'rganib, ko'proq Qur'onni o'qinglar, tadabbur qilinglar, amal qilinglar deganingizga ko'proq shunga urg'u berasizki, mana mahallada biz qiladigan ishimiz asosan nuroniy mahalla saylagan uchun 7 tali bor, mahalla raisini ham saylagan mahalla shu 7 tali bilan nochor oilalarda, shu ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalarda, ijtimoiy muhtoj oilalarda, tarbiyasi kam bo'lgan oilalarda ko'proq nazoratga olib, ko'proq mahallada bo'ladigan har xil to'y marosimlarida mana prezidentimiz chiqargan to'ylarni ixchamlashtirish qarorlar chiqyapti. Osha sarf xarajat bo'lmasin degan narsalarni targ'ibot qilib mahallalarda shu ishlarni olib boramiz, qiladigan ishimiz. Mana siz ko'proq shu ko'rsatuvlarda Qur'onga amal qilish deganga ko'p urg'u berasiz. Keyin mana taloq bobida ham men hozir ham eshitib turibman, juda ko'pchilik shu siz qancha ko'p o'rgatyapsiz, baribir Qur'on sunnatga amal qilmay tushunchalar yo'qda. Men aynan shu ko'proq shunga rahmat, chiqishlarda, ko'rsatuvlarda taloq bobida chiqqaningiz juda bir foyda bo'ldiki. Men mahalla meni vazifam bo'lgani uchun loqayd bo'lmasdan men mahallada ko'pida ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalar shaxsan o'zim men rasmiy tuman imomlarini olib, o'zi mahalliy imomlarimizni olib, o'zimizda hal bo'lmagan narsani viloyatga chiqib, viloyatdan shu ijozat bergan domlalar bilan o'zim shaxsan borib fatvo beradigan shu domlalarga olib borib tushuntirib, mana shu Qur'on sunnatga muvofiq shunaqa ish bo'libdi deb ikkala tomonda ham o'rganishib, Xudoga ming marotaba shukr, shu qo'ni-qo'shnilar mahallam ming marotaba 4 tadan 5 tadan bolalar bordi. Mana shu Qur'on hayitdan oldin hamda nechtasini mana hozir birga yashab yuribdi. Sababi shu ko'rsatuvlar qilib chiqdingiz, ko'proq tushuncha oldik. Biz ham haligi Qur'onga mosligini ko'rdik. Haqiqatan ham domlalarga borib tepasida turib, Qur'on sunnatda biz Alloh taolo jo'natgan Qur'on kitobi turganda haligi bu to'rtta mazhabimizni undan yaratgan bandalarni chiqargan o'sha payg'ambarimiz davrida, Umar davrida chiqqan bir so'z bilan 3 taloqqa yurmasligi, 1 taloq, 3 taloq, 1000 taloq deganlarni aytib tepasida turib, ular ham o'rganib shu Qur'on sunnatga muvofiq Xudoga shukr, nechta oila mana hozir yaxshi yashashyapti. Endi asosan keyin yana ikkinchi narsa, Bahromjon, men ko'pdan beri sizga ixlos qilib ko'rganligim uchun ko'p mahallaga shu sizni ko'rsatuv foydam tegani uchun to'xtachi bir haqiqatda sizni oilangizga nisbatan ham eshitdimda, endi auditoriyasi katta bir insonlarda endi o'ziga yarasha bloger ko'pchilik taniydigan shular tomonidan sizni oilangizga haqiqatan ham mahallada birov hurmat qilmaydi. Bahrom Bakirovning oilasini bir nima joyi yo'q, mahallada o'rni yo'q degan har xil haqoratomuz gaplarni ham eshitdi. Xolis inson sifatida haqiqatdan mana Qur'on hayitdan oldin siz Toshkentga keldimmi degan ko'rsatuvingizni ko'rib kelgan bo'lsa deb adresingizni topib men Andijonga bordim, shaxsan borib siz vaqtga qarshi kelib ota-onangizni ziyorat qilib uyda mana g'oyibona shu paytgacha sizni ko'rganman, qo'l berib ko'rishmaganman, mana ko'rsatuvlaringiz orqali g'oyibona tanishimiz ekan. Mana Abdurasul hoji akamiz otangiz ekan. Otangiz mana mahalladagilar bilan borib ko'rishga, ko'chada turishga ekan. Shu o'g'lingizni Bahromjon orqali, shu ilm orqali ko'p narsalardan mahallada bir foydasi tegib, shu ilm orqali natijalarga erishdik. Shunaqa taloq bobidagi narsalarni ham borib o'rganib, ijozat bergan nimalar yarashtirishdi. Shu tufayli men mahalladagi shu oilalar
munosabat qanaqa, to'g'risini aytdimda, bir o'rganib kelayotgan, qanaqa insonni farzandi ekan desam, yig'lab ko'z yosh qilib, rahmat, shu farzandimni ilmini hurmat qilib, umuman tanimagan inson meni xonadonimga kelib, sizni ancha xursand bo'lib, siz serurug' qarindosh urug'laringiz ko'p ekan, qo'ni qo'shnilar bilan turishgan ekan. To'g'risi men yarim soatda bir ma'lumot olib, holatda bilechi oilasida dedim, to'g'risi osh uyushtirishib 4 soat o'tiribman. Qo'ni qo'shni mahallada obro'y yaxshi ekan, ko'p bosh qosh bo'lib, Muhammad Rasul akam, Muhammad Rasul hoji akam obro'lari yaxshi ekan. Yerda ko'p tadbirlarda, boshqa to'y marosimlarda shu keraksiz bidat urf odatlarga qarshi turib ashtam dadingiz bosh qosh faol ekan. Qo'shnilaringiz faollardan eshitdim, sizni yoshlikdan shu masjidga borib, yoshligingizdan namozlar o'qib, masjidlarda, keyinchalik madrasada ilm olgan ekansiz. Shu faol mahallangizdan eshitdimda, bu ma'lumotlarni oldim. Oliy baholarga bitirib, ma'lum vaqt shu madrasada ishlagan ekansiz. Shu masjidda imom bo'lib ishlagan ekansiz. Nimada imom bo'lib, keyin shu o'qigan madrasangizda Muhammad Rasul akam, Muhammad Rasul hoji akam dadingiz ko'p homiylik qilgan ekansiz, o'qigan shu madrasada ham. Keyin bir bizda bobo deydi, opa qiz deydi sizlarda. Bobingiz Alloh rahmat qilsin, juda katta sizni ta'limingizga hissasi qo'shilgan ekan. Shu yerda o'zingizlar qurgan masjidlarda juda katta bosh qosh bo'lib yordam qilgan ekan, masjidlarda bosh qosh bo'lib. Men shularni eshitib juda o'ylanib qoldim. Nahotki birov orqali boshqa qilib shu oila haqida nahot vijdonlar qiynamasa, shunaqa yolg'on ma'lumotlar tarqatib juda ta'sirlandim, gap to'g'risi. Nihoyatda ta'sirlandim. Oddiy insonlar ekan oilangizdagilari ham, uydagilaringiz ham hammasi o'qimishli insonlar ekan. Oilangizda bo'lib osh yeb, boshqa qilib, endi yana hozir hayron qolyapmanki, siz oilangiz o'zingiz qolib, hatto mana shu yerda mana shu gruppaga qancha kirib turgan muxlislaringiz bo'ladigan bo'lsa, mana taniqli bloger, shu auditoriyasi katta shu bloger nima deyapti? Mana shu Bahrom Bakirovning auditoriyasi 80% alkashlar saviyasi pasayapti. Men juda ta'sirlanib ketyapman-da. Buning ichida men 10% dinsiz ateist deyapti. Hattoki men bilamanki, juda kuchli Qur'onshunos ilmlilar sizga mana minnatdorchilik izhor qilishyapti. Hattoki kechagina ko'rdim, Nuriy Imon Abul Hasan domlamiz mana Al-Azharni bitirgan, Islom institutini bitirgan, diniy qo'mitada necha yil ishlagan, ekspert bo'lib o'tgan. Demak, Qur'onni juda yaxshi tushunadigan odam, Alloh rozi bo'lsin deb sizga izhor qoldiryapti ekan. Men bular ancha-muncha inson emas, o'ziga yarasha ilmi, O'zbekistonga xizmati katta bo'lgan insonlar bular. Demak, sizga muxlis bo'lsak, biz ham mana shuncha ko'rsatuvlaringizdan biz ta'sirlanib, o'rganib, Qur'onni qancha insonlarning oilasini yarashtiryapmiz. Demak, sizga biz muxlis bo'lsak, shunaqa bir alkash bo'lamizmi? Endi men ta'sirlanib, endi shu insonlarga ham Alloh kifoya qilsin, tavba qilsa kechmas, hech bo'lmasa xalaqit bermasin. Mana xalqimiz o'rganyapmiz, xalaqit bermasin hech bo'lmasa. Endi hali ham kechmas, tavba qilsa Alloh tavbalarni qabul qiluvchi. Gapim cho'zilib ketdi. Bahromjon, Alloh ota-onangizga 1000 marta rahmat, shunchalik ta'lim berib sizga shu ko'rsatuvlaringiz bardavom bo'lsin uka. Sog' salomat shu har doim shu chiqishlar qilib biz bilmagan narsalarni o'rganib shu jamiyatimizga shu ko'rsatuvlaringiz orqali foydamiz tegyapti. Salomat bo'ling. Rahmat sizga ham aka. Salomat bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Alloh o'zi ilmimizni ziyoda qilsin. Rahmat. Uyimga eshitdim, xabarim bo'ldi. Uyimga kelgan ekansiz. Alloh rozi bo'lsin. Endi siz bilan ko'rish nasib bo'lmabdi. Balki ko'rishib qolamiz. Xabar bo'ldi. Haqiqatda siz shu marhamat tumanida faollardan nuroniy ekanligingizni boshqasini aytdingiz. Hozirgi eshitib sizni xursand bo'ldim. Demak, o'zingizni hududingizda mana shu ajrim yoqasiga kelib qolgan ayrim domlalar bo'ldi, yo'q deb ajrash arafasida turib qolgan oilalarni demak yarashtiribsiz. Bo'lib ham shu viloyatga, diniy idoraga borib, rasmiy ijozasi berilgan ijozali rasmiy domlalar orqali yarashtiruv qilganingiz va nikoh o'qitirib oilalarni tiklab qo'yganingizni eshitib juda xursand bo'ldim. Demak, alhamdulillah, hozirda rasmiy imom domlalarimiz ham, ahli ilmlarimiz ham bunga ijobiy, yaxshi, ya'ni islohot qilish maqsadida shu nazar bilan qarayotganiga guvoh bo'lib xursand bo'ldim. Bu bir masala. Ikkinchi masala, endi uni balki siz
Abror miqdorda aytayotgan bo'lishingiz mumkin. To'g'ri, juda haq. Endi undan boshqa so'zi nima qilmayapti-yu. To'g'ri, endi ilmsiz dedi, madrasada o'qimagan dedi. Uni juda mavzusi cho'zilib ham ketdi. Oilamni gapirdi. Eng dahshatlisi, mayli meni shaxsim, ilmim, oilamdan tashqari meni kuzatayotganlar, meni kuzatuvchilarim haqiqatda buni hammasi alkash, saviyasiz, ateist sifat, dinsiz shunaqa dedi. To'g'ri, mana siz to'g'ri aytyapsiz. Kechagi kuni oxirgi chiqqan chiqishimga ustoz Nurimon Abulhasan domla kirib, komment yozib, tabrik yozib, o'zi nimasini izhor qildi kommentariyada. O'qib xursand bo'ldim. Shundan Alloh rozi bo'lsin. Haqiqatda O'zbekistonda ancha xizmat qilgan, Mahatda Al-Azharni bitirgan Misrda, Islom institutida adashmasam bitirgan, juda ko'p diniy qo'mitada va boshqa joylarda, ya'ni dinga xizmat qilgan inson deb bilaman. Endi bularni ham u Abror Muxtor bularni ham hammasini endi saviyasiz, boshqa deb haqorat qilyapti. Bular uchun Alloh taoloning oldida o'zi javob bera oladi. Sizga rahmat katta, salomat bo'ling. Omon bo'ling aka. Xursand bo'ldim. Keyin bu Nurimon Abulhasanni ustozni kommentariga o'zim ham javob yozib qo'ydim. Sog' salomat bo'lsin, umr uzun bo'lsin ustozni. Xo'p, Abdulhamid aka, marhamat, mikrofoningiz ochiq. Abdulhamid nomli profil egasi, marhamat, mikrofoningiz ochiq. Alo, assalomu alaykum. Bahrom aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Xush kelibsiz. Bormisiz? Rahmat, xushvaqt bo'ling. O'zingizga ko'rganimizdan, eshitganimizdan xursandmiz aka. Qayerlarda yuribsiz? Yuribmiz. Safarlarda yuribmiz, hammasi joyida, alhamdulillah aka. Videolar tashlab turibman. Ha, u shunaqa-yu, bir yo'qolib ketdingiz, endi u uning zo'rbugun yaxshi odam emas edi, uni oldiga bormasligingiz kerak edi deb rosa xavotir oldim to'g'risi. Nimaga deganda, bloger Fozilxo'jani ham qamatganda iflos deymiz endi, eshitgan bo'lsa ham o'shanga Karkidoniyaga, Bilardiga qamatgan edi-da u. Shunga xavotir bo'ldik. Keyin hozirdagi akamizni gaplariga ozgina qo'shilamiz. Kimga kerak bo'lsa olsin, kimga kerak bo'lmasa olmasin degan so'z. Endi siz aytgan so'zlaringiz Qur'on sunnatdan aytyapsiz. Olmagan bo'lsa olmasa o'zini ixtiyori olsa, o'ziga, bizga emas, sizga emas, to'g'rimi? Yomonlaydimi, yaxshilaydimi? Albatta. Bo'lib ham Abror Muxtorning mazhabi majburiy, mana shuning mazhabida Abror Muxtorning fikri asosida diniy qatlam shunga amal qilib yashash majbur bo'lgan bunaqa qonuniy davlatda emas, huquqiy demokratik davlatda. Bu esa uni fikriga muxolif bo'lgan bu hammani tanqid qilib, ya'ni o'zining fikrida, o'zining yo'nalishida diniy qatlamda bunga itoat qilib yashashga majburlaganday bo'lib qolyapti. Ya'ni birovga bermayapti-da, bo'lib ham yoshlarga, boshqalarga endi ko'p yoshlar bor, juda ko'p ko'zidan chaqnagan, ichiga ilm, irfon, nur to'lgan, juda uzoq yil Qur'on, sunnatni, sof dinni o'rgangan juda kam ilmlilar bor. Ularda endi ular gapiraman desa, mana menga qilgandek bunaqa hangralik noto'g'ri ish qilyapti. Albatta. Shundan haq qayda bo'lsa haqqi g'olib bo'ladi degan so'z bor-ku. Alloh taolo haq kelsa botil ketadi deydi-ku. Qachondir u ham ketadi. Ishni ish qilaversin-chi. Xullas, savolga ketamiz. Xo'p, savolga o'taman aka. Men hozir Rossiyadaman. Namozni jamlab o'qish mumkinmi, mumkin emasmi? Namozni jamlab o'qish mutlaqo mumkin. Buni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha asl qanaqa qoidasi bilan birga tushuntirib berasiz, qoidasi bilan birga. Qanaqa qilib o'qisa to'g'ri, qanaqa qilib o'qisa noto'g'ri. To'g'risini aytavering, noto'g'risini endi o'zim to'g'rilaveraman, o'zimda noto'g'ri bo'lsa. Adashmasam sizni profilda gaplashgan bo'lsam kerak, sizni oson topish. Sizga kerakli dalillarni, hujjatlarni tashlab qo'yaman. Va sizga hozir qisqa qilib aytaman.
Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinada turib ham, Madinadan safarga chiqqanlarda ham jamlab o'qirgan. Ba'zi joylarda Madinada turib ham biron bir xavf xatar bo'lmasa ham, yomg'ir bo'lmasa ham namozni jamlab o'qiganini ko'rgan sahobiylar so'ragan va buni aytgan sahobalardan ham qolganlari so'ragan. Nimaga bunaqa jamlash? Hech qanaqa sabab yo'q u desa, ya'ni mumkinligini ko'rsatib qo'yish uchun. Ya'ni Allohni bandalariga mehribonligini, bunda hech qanday ta'xir yo'qligini, mumkinligini ko'rsatib qo'yish, ya'ni dinda mashaqqat yo'qligini ko'rsatish va buni ruxsatini borligini ko'rsatish uchun jamlab o'qiganini aytyapti. Bu degani inson muqim albatta safarga chiqmasa-da o'zini yurtida, o'zini shaharida bir joyga ish bilan ketyapti. Peshin vaqtida ketyaptiki, asrda biroz ushalib qolish mumkin. Ko'chada bo'lish mumkin, qandaydir zarur ishlar bilan bo'lish mumkin. Shunda ko'chaga chiqishdan yoki safarga chiqishdan avval peshin vaqti kirgan bo'lsa, darrov peshinga asrda o'qib, qo'shib o'qib ketaveradi. Lekin peshin vaqtida qandaydir ushalib qoldi va asr vaqtida bemalol bo'lib qoldimi, asr vaqtida peshinda qo'shib o'qiradi. Avval peshinda, keyin asrda qo'shib o'qiradi. Safarda bo'lsa hech qanday muammo yo'q. Safar bo'lmagan holatda biron bir sabab bo'lsa bemalol o'qiradi. Sababsiz lekin odat ustiga kirgizish yaxshi emas. Odat ustiga kirgizish yaxshi emas. Buni sizga kerak bo'lsa dalillarini, yana boshqa insonlar dalillarini, shu gaplaringizni isbotini tashlang desa, endi hozir bu yerda uni ko'rsatish mumkin emas, videolik emas. Hadislarni yo'q, tushundim. Shu jamlab o'qishni tushundim. Siz aytgan jamlab o'qishni, men to'g'ri masalan ko'chaga chiqmoqchiman, qarasam isbot qilmayman shomga. Asrda bilan shomda o'qisa bo'laveradi-a? Yo'q, faqat peshin bilan kunduzgi namozlarda, kunduzgi namoz o'qishsiz, peshin bilan asrda, shom bilan xufton qo'shasiz. Boshqa nimasi haqida yo'q. Masalan, bomdod hech qaysini qo'shmaysiz. Bomdod faqat bitta vaqtda o'zida o'qiysiz. Kunduzi bomdodda o'zi yo'q. Peshinda yo asrga qo'shib o'qishingiz mumkin, yo asr vaqtida bir yo'l peshin o'qish mumkin. Shomni xuftonga yoki xufton vaqtiga borib turib shomni qo'shishingiz mumkin. Katta rahmat Bahrom aka. Keyin Bahrom aka yana bitta sizga taklif, hech bo'lmasa bir haftada bir marta chiqib turing. Bo'lmasam rosa muhokama ketyapti, Bahrom aka siz topolmayapmiz, problemam bor deb rosa chiqishyapti, o'qiyapmiz, unga savolga javob bera olmaymiz. Biz ham eshitaylik, kelajakda bizga to'g'ri bo'lib qolsa, o'sha savol javobini biz ham eshitaylik deb degan holatda bir haftada bitta kunni, qaysidir kunni belgilab chiqib tursangiz, mana shunaqa savollar ko'payib ketavermaydi. Yaxshi bo'lardi. Men shuning uchun o'ylayman, bir kun, muayyan kunlarda belgilab qo'ysam bo'lar ekan. Shunga ko'ra, ya'ni kuzatuvchilar shu vaqtni ajratadi. Kutilmaganda bir soatdan keyin efir qilaman degandan ko'ra yaxshi aytdingiz, yaxshi taklif bildirdingiz ekan. Shu bir qaysidir kun, masalan o'zingizni avvalambor o'zingizni vaqtingizni qaraysiz-da, juma kuni masalan jumadan keyin bo'lsa, juma kuni kechqurun boring, Toshkent vaqti bilan soat 8 dan 10 gacha shunaqa vaqt ajratsangiz, o'sha hamma biladi-da. Mana bir ikkita savollarim bor edi, yozib qo'yaman deb esimda yo'q. Savollarim bor edi, yozib qo'yaman deb, esimda qoladi deb bitta so'z namoz esimda qoldi-da. Hozir ko'p undan bitta eshitaman, baribir sizdan eshitgani boshqacharoqda. Jivoy eshitgan boshqacha. Xo'p aka. Rahmat savol. Katta rahmat Bahrom aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Omon bo'ling. Yaxshi kunda shoshaylik. Amin. Xo'p, Abdulhamid aka marhamat, oching mikrofoningiz. Bahrom aka, esimga tushdi savolim. Eshitilyaptimi? Eshitilyapti, ha? Men bitta Abdulloh andijonlik Abdug'ani domladan eshitdim. Suvi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'tirib tikka turib ichganni qusib o'rgan degan hadisni bitta o'shalardan eshitdim. Ko'pchilik o'shanga rioya qilib gap talashamiz, o'tirib ish deb do'q qiladi, po'pisa qiladi. O'sha haqida ma'lumot bormi aka? Konkret. Nimaga deganda, nima joyga borsangiz ham, masjidga borsangiz ham, iftorga va Moskvada masjidga borsangiz ham, tikka turib o'tirgan joy berilmaydi. Tikka o'tirib, ovqat yeb, suv ichib, o'sha iftor qilib chiqib ketaverardik-da. O'sha haqida ma'lumot bormi aka? Suvni tikka turib ichib, hech nimadan ishni qushlagan degan hadis bitta Abdulloh domladan eshitgandim. Xo'p, aka, suv ichishda, ayniqsa ovqatlanishda, tikka turib ovqatlanishda
Alloh taolo masalan taqiqlamagan, ya'ni tika turib ovqatlanmanglar, harom bo'ladi, gunohkor bo'lasiz demagan, tika turib suv ichmanglar, o'tirib ichinglar demagan. Buni shunday qabul qilamiz, ya'ni haqiqatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan bo'lsa, bir nasihat sifati, ya'ni foyda zarar jihatini olamiz. Demak, u kishi shuniga farosati, zehni, bir hikmati, Alloh bergan ilmu hikmati orqali shuni bilgan, sezgan bo'lsa, demakki bunda bir hikmat bor. Bu bilan harom deyilmaydi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shu rivoyatlarda farqli rivoyatlar bor. Masalan, taqiqlaganda Alloh harom qildi demagan yoki ichgan suving harom bo'ldi demagan. Bu bo'lish mumkin emas. Demak, tikka turib yurib ketyapti, yeb ichgandan ko'ra o'tirib xotirjam bo'lib yeyish, ichish insonni o'zi salomatligiga ham foydaliligini bildiradi. Bu rivoyatlar va bunga o'xshagan rivoyatlar bir narsani haromligiga yoki shuni qilsa inson gunohkor bo'lishiga ishora qilmaydi. Masalan, chap qo'lda ovqatlanmaslikni kabi. Bu ham ya'ni tavsiya, axloq, odob, madaniyat uchun aytilgan tavsiyalar bular. Halol ovqatda chap qo'lda esa haromga aylanib qolmaydi. Gunohkor ham bo'lmaydi. Hech qanday malomat ham yo'q. Lekin masalan, ta'lim, tarbiya, madaniyat. Chunki bilamiz, musulmon inson chap qo'lini ko'proq ishlatish holatlarida. Shuning uchun jamoat bilan hamma birgalikda qo'l bilan yeyiladigan katta tovoq laganlarda ovqatlanayotganda, ya'ni jamoat bilan birga ovqatlanayotganda chap qo'lda yemaslik bu tavsiya. Значит, zarari yo'q-da, xullas bemalolda, u zarari yo'q. Ishda bo'laveradi. Ya'ni diniy tomondan, gunoh savob tomonlama hech qanday uni malomati yo'q. O'sha. Boshqa bo'lmasa. Salomat bo'ling aka. Xo'p. Xo'p, rahmat. Yana savolim tushsa, hech kim savol bermasa, keyin savol beraman aka, rahmat. Saydali va Dildora nomli profil egasi, marhamat, mikrofoningiz ochiq. Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom, xush kelibsiz. Yaxshimisiz, domla? Alhamdulillah, rahmat. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Men savolim quyidagicha. Manaqa issiq sovuq, haligi nima deydi, birovni isitib qo'yibdi, nima deydi, sehr. Shu narsa bormi o'zi? Shu savolni bermoqchi bo'lib anchadan beri yurdim. Sizga endi to'g'ri keldim prямой efirda. Ya'ni savolingiz oilaviy masalalarda, demak qandaydir sehrga uchrab. To'g'rirog'i shunaqa. Ya'ni oilani buzilishiga, boshqasiga sabab bo'ladigan sehr haqida so'radingiz. Yaxshi. Savolingiz uchun rahmat. Mikrofoningizni bekitdim. Sehrda har xil ma'nosi bor. Sehrda turli ma'nosi bor. Bizga an'anaviy tushunchalarda bizga talqin qilingan sehr bu noto'g'ri narsa. Sehr asosan so'zda bo'ladi. So'z insonni birovda vasvasa qilish, yomonlikni gapirish, g'iybat, tuhmat, bo'xton, ig'vo, fitna, g'arazli maqsadlarda o'rtani oilani buzish uchun qilinayotgan faoliyat so'z, asosiy so'zda bo'ladi sehr. Masalan, bir inson sizni xo'jayingiz bilan o'rtangizda o'zi yaxshi hayot kechirayotgan bo'lsangiz, u sizga nisbatan kimdir bir shaxsiy adovati bo'lsa, g'arazli niyati bo'lsa, yomonlik qilmoqchi bo'lsa, u inson endi sehr qilishni boshlaydi. Qanday? Sekin shu sizni xo'jayiningizga o'zini do'st ko'rsatib, o'zini samimiy nasihatgo'y ko'rsatib, aslida dushmanchiligini, sehrgarligini boshlaydi. Nima deydi? Sekin sizni haqingizda avval ko'tara oladigan tuhmat qiladi, yomonlaydi, g'iybat qiladi. Uniga qarshilik ko'rmagandan keyin kattaroq g'iybat qiladi, ko'proq bo'xton qiladi, yomonlaradi. Insonga yomonlarish oqibatida yo'q narsa ham bordek yoki bor narsa yo'qdek tuyulib qolaveradi. Insonda ishonch degan narsa borda, ko'nikma degan narsa bor, ruhiy ko'nikma. Mana shu narsa paydo bo'lib qoladi. Shuning uchun oilani asosiy buzadigan narsa mana shunaqa vasvasa, ig'vo, tuhmat, bo'xtonlar asosiy oilani buzilishiga sabab bo'ladi. Siz hayolingizga kelgizgan haligi
qandaydir bir lattalarga, qo'g'irchoqlarga bir narsalarni o'qib, yozib, sochidan yulib, boshqa qilib, nimalarnidir o'qib, jiddiy, jismoniy, ya'ni moddiy zarar keltiradi degan narsalarni hayolingizdan chiqarib yuboring. Bu narsalarga ishonmang. Umuman bu narsalarni hayolingizdan chiqarib yuboring. Shu sizga tavsiyam. Qur'oni Karimdagi Falaq va Nos suralari bor. Mana shuni ertalab turib bilan o'qing, ma'nosini tushunib, ongli ravishda tushungan holatda o'qing, Allohga iltijo qiling va yotishdan avval ham o'qib, Allohga duo qilib, mana shu oyatlar bilan, duolar bilan iltijo qiling. Mana shu yerda aynan mana shu mazmunlar o'tgan. Ya'ni oilalarni buzish uchun visirlovchi, vasvasa qiluvchi, quda-andachilik, oila, er-xotinlik, do'st birodarlik, boshqa bunaqa yaxshi rishtalarni, aloqalarni buzish uchun vasvasa qiladigan, shunaqa buzg'unchilik qiladigan insonlarni yomonligini Allohga sig'inaman degan mazmunda Alloh taolo o'zi duo o'rgatgan Faloq va Nos suralarida. Haligi sizni hayolingizga kelayotgan tugun-pugun, sehr, jodu, unaqa narsalarga ishonmang. Unaqa shu sehrgarlarni atrofingizdan istoring. Agar jiddiy ma'noda oilangiz bo'lishiga sabab bo'layotgan bo'lsa, demak kimdir yo qayningiz, qaynotangizga yoki xo'jayiningizga siz haqingizda noto'g'ri bir ma'lumot beryapti-da, shuning oqibatida er-xotinning o'rtasida yoki qayna bilan kelin, qaynota bilan kelinda yoki qayna-singillar o'rtasida shunaqa kelishmovchiliklar bo'laveradi. Demakki, bu oilaga kimdir tashqaridan yoki ichkaridan kimdir shunaqa vasvasalar kiritayotgan bo'ladi. Oilani buzilishiga sabab bo'ladigan sehr asosan mana shu narsa bo'ladi. Buning uchun endi o'zingizni ehtiyot qilasiz, bir ziyrakroq bo'lasiz, diqqat e'tiborli bo'lasiz, mas'uliyatni his qilasiz. Imkon qadar avvalo shu xo'jayiningizni ko'nglini olishga harakat qilasiz. Boshqalarga ham imkon qadar odobingiz, axloqingiz, muomalangiz bilan namuna bo'lib, sizni kim va qancha yomonlashidan qat'iy nazar, uni gapiga ishonmasdan sizni yaxshi kelinligingizni, yaxshi ayolligingizni isbotlaydigan bo'lib, o'zingiz harakat qilasiz va Allohga tavakkal qilib, Allohdan yordam so'raysiz. Umid Hayit, marhamat, mikrofoningiz ochiq. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Eshitilyaptimi ustoz? Alaykum assalom rahmatulloh. Juda yaxshi eshitilyapti. Marhamat, xush kelibsiz. Bahrom aka, bir savol bilan murojaat qilmoqchiman sizga. Mayli, bilsam albatta javob beraman. Bir videongizda namoz o'qigan paytda tushunib o'qimasang nimasi oz bo'ladi dedingiz-da. Meni xotinim hozir masalan namoz o'qiydi. Lekin nima o'qib turganda o'zi nima qilmaydi? Ma'nolarini tushunmaydi-da oyatlarni, nima namoz o'qib turganda. Bu qanaqa bo'ladimi nimasi? Qanaqa qilish kerak o'zi? Aslida qanaqa bo'lishi kerak ya'ni? Niso surasi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solata va antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna dedi. Bu endi shu joyda bir mazmun tugayapti. Alloh taolo marhamat qiladiki, oyat mazmuni shu Niso surasida 43-oyat. Ey iymon keltirganlar, ya'ni ey mu'minlar, salotga yaqinlashmang deyapti. Salotda o'zi asli salot butun musulmon insonga, mo'min insonga zimmasiga yuklatilgan diniy vazifalarning tamomiy nimasini o'z ichiga oladi. Salot deb. Butun vazifalar, ya'ni o'z o'rnida ado qilish kerak bo'lgan ishlar, vazifalar, vaqti kelsa moddiy, vaqti kelsa jismoniy, vaqti kelsa zikr, duo bilan, ibodat bilan, bularning hammasini o'z ichiga oladi. Bu yerda endi namoz deb oladigan bo'lsak, misolda namozga yaqinlashmang. Namoz ham salotning ma'nolarining ichiga kirib ketadi. Namozga yaqinlashmang. Qachon, qanday holatda? Va antum sukara, siz sarxosh, ya'ni mast holatda bo'lsangiz. Bunday holatda namozga yaqinlashmang dedi. Alloh taolo namozga yaqinlashmaslikni, namozdan o'qimay turavering mayli, bu ibodat qilmay turing deganini sababi nima bo'lyapti? Hatta ta'lamu ma taqulun. Qachongacha shunaqa qilmay turing dedi? Toki o'zingiz nima deyotganingizni bilmaguningizgacha deyapti. Ya'ni inson o'zi nimani, og'zidan chiqayotgan gapni nima deyotganini
nimani o'qiyotganini, e, nimani talaffuz qilayotganini bilmay qoladigan darajadagi inson, mos inson yaqinlashmasin deyapti namozga. Namozdan vaqtincha to'xtatilib turishlikka illat bo'lgan narsa nima ekan? Nima deyotganini bilmasdan o'qishi ekan namozni. Tushuntira olyapmanmi? Endi savol beriladi. O'qiyotgan duosini, aytayotgan salovatini, zikrini, o'qiyotgan Qur'on oyatlarini hech narsasini tushunmaydi. Nimani o'qiydi, nima deyotganini bilmaydi, anglamaydi, tushunmaydi. Shu inson bilan, shunaqa inson bilan hozirgi o'qigan oyatimdagi nima deyotganini tushunmayotgan mastni o'rtasida nima farqi bor? Farqi qanday? Biri mast bo'lganligi uchun nima deganini tushunmayapti. Birisi mast emas, lekin u ham umuman tushunmayapti nima deyotganini. Qilayotgan amallarini to'g'ri, ongli ravishda Allohga ibodat qilyapman deydi, biladi. Duo qilyapman deydi, biladi. Lekin o'qiyotgan zikrlaridan umuman ma'nosidan bexabar. Shuning uchun xuddi mana shu Niso surasidagi mastning hukmiga o'xshagan bo'lib qolmasligi uchun, ya'ni ibodatda asl mohiyatidan bexabar, nima uchun o'qiyapti, qanday o'qiyapti, nima deyotganini bexabar o'qib qolmasin, nima deyotganini bilib o'qisin degan mana shu hikmatga muvofiq bo'lish uchun, mastga o'xshab qolmasligi uchun nima qilish kerak ekan? Inson Robbiga qilayotgan duolarini, zikrlarini o'zi tushunib, anglab o'qish kerak. Duoni ham o'z ona tilida o'qish kerak. Tushunib, nimani so'rayotganini bilib Allohdan so'rash kerak. Mana shunda asli maqsadga erishiladi va hikmatli, to'g'ri ish qilinayotgan bo'ladi. Shuning uchun aytganmanki, namoz o'qiydimi, Allohga duo qiladimi, zikr qiladimi, ana shu narsalarni tushunib, anglab, ongli ravishda bajarish kerak. Bo'lmasam bir ma'noda hozirgi mos insonga o'xshab qoladi. Nima deyotganini bilmayotgan insonga o'xshab qoladi. Boshqa savolingiz bo'lmasa, boshqalarga beramiz. Umid aka, savolingizni. Mikrofonni. Rahmat ustoz, rahmat, tushunarli, rahmat. Shunda boshqacha bo'ladi. Ya'ni namoz, Qur'on o'qiyapti, namoz o'qiydimi, duo qiladimi, Alloh bilan o'zini ichidan gaplashsa, tushunib o'qisa boshqacha bo'ladi. Haqiqiy hikmat bilan, ya'ni yondashayotgan bo'ladi ibodatga, zikrga. Xo'p, marhamat. Hamidullo aka, mikrofoningizni ochiq. Eshitilyaptimi? Eshitilyapti aka. Hozir avvalom shu nima Umidjon Hayatovga rahmat, shu bergan savol uchun minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Haqiqatan ham mana oyat bilan misol Niso surasida bilan isbotlamadingiz. Haqiqatan ham mana bizda ko'p, men masjidlarda aytaman, shu duolarda ham shu arabcha nima qilinadi. Haqiqatan ham mana hozir oyatlar bilan keltiryapsiz. Juda bir o'rinli savolni berdi Umidjon Hayatov ukamiz, mana chiroyli qilib tushuntirdingiz. Haqiqatda biz mana kerak bo'lsa shu oyatlar orqali biz ham shularni yetkazishimiz kerak. Nihoyatda ko'pchilik, masalan 200 ta odam yaqin masjidda to'planamiz. Ko'pchilik endi ichida bir ilmi bori 10 ta, 15 tasi tushunar qolganlar. Hozir menga yana sabab bo'ldi, shularni yetkazamiz. O'zi bilgan tilda duo qilishdi, shu o'qiyotgan kerak bo'lsa oddiy shu men o'zim ko'proq shu yerda targ'ibot qilaman. Har kungi 5 vaqt namoz o'qiydigan suralarni ham, oyatlarni ham albatta tushunib o'qisa, juda katta bir o'ziga mana o'zi aytyapsiz, keltirilyapti. Aroq ichganda tushunmaydi-yu, hattoki demak aroq ichmagan bo'lsa ham o'zi demak men tushunishim bo'yicha Niso surasida aytyapti, o'zi tushungan holatda o'qish kerak degan tasavvur bo'lyapti menga. Endi Xudo xolasa yaxshi savol bo'ldi. Shuni biz targ'ibot qilib qolganlarga ham tushuntiramiz. Bahromjon shu. Xo'p, rahmat aka. Xo'p. Ochib qo'ydim Anjar aka. Oching mikrofoningizni, marhamat, gapirishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Rahmat. Bahromjon, hozirgi oyat bilan siz
nima deb aytsam ekan endi? Bu yerda mast bo'lib bilmay qolsang deyapti-ku oyatda Alloh taolo. Mast bo'lib nima deyayotganingni tushunmay, mast bo'lganda odam adashtirib yuboradi. Misol uchun boshqa oyatga qo'shib yo bir narsalarni qo'shib adashtirib yuboradigan nimada aytmayaptimi? Mazmunda aytmayaptimi u oyatda? Xo'p, bu Bu oyatga savol beraylik. Alloh taolo mast holat sizni namoz o'qimang deyaptimi yoki nima deyotganingizni bilmasangiz to bilguningizgacha o'qimang deyaptimi? O'shani men tushunishim bo'yicha odam mast, misol uchun aroq ichsa, o'qisa bo'laveradi namoz. No, aroq ichib, datavo ichib o'zini nima deyotganini tushunmagan holatda yaqinlashmang deganini tushunganman-da u oyatda. To'g'ri, xuddi shundayda. Shunday. Ha, o'sha u nima arabchani misol uchun bir surani yodlagan odam adashtirib yubormaydi-ku. Tushunmasa ham o'shanday qilib to'g'ri o'qisa, Qur'onda o'qigandek o'qisa, namozi endi mayli savobi ozroq bo'lsa ham o'tavermaydimi? Misol uchun alhamdulillah robbil alaminda alhamdu robbil alamin deb kayfchilikda o'qib yuborsa, u noto'g'ri u. O'shanaqani aytyapti-da Alloh taolo yaqinlashmang deb. Alhamdulillahi robbil alamin deb o'qigan odamga zapret qilib bo'lmaydi-ku, namozga yaqinlashma, sen tushunmaysan nima deganingni deb. Men zapret deganim yo'q. Tushunib o'qisa, haqiqiy hikmatga muvofiq bo'ladi dedim. Ana shu-da. Hozir sizni aytganingiz bo'yicha mana bitta akam ham chiqib sizga rahmatu masjidda aytamiz, yetkazamiz deb rahmatlar aytib tashadi. Odamlar boshqacha tushunyapti-da. Odamlar tushunyapti, значит tushunmasang nima deganingni, arabchani bilmasang arabcha o'qima deb tushunib olishyapti-da odamlar hozir sizga. Bunday degani yo'q. Faqat targ'ib bo'lyapti. O'qiyapsizmi? Qur'onni tushunib o'qing. Duo qilyapsizmi? Tushunib o'qing nima deyotganingizni. Shunga targ'ib, tashviq bo'lyapti. To'g'ri-yu. Endi haligi akani ayollari ham endi 50 ga kirgan odam bo'lsa, hali u tushunguncha yana 20 yil namoz o'qimay uyda o'tirib olsa, keyin nima bo'ladi keyin? Yo, endi siz ham juda nima qilib yordingiz. Endi sizni aytganingiz o'zbekchasini ma'nosini bilish uchun 30 yil ketadimi? Bunchalik go'l inson bo'lsa. 50 ga kirgan odamni bitta shu, endi siz imomsiz, nimasiz, shu ishingiz shu. Men misol uchun vrachman. Mani boshqa tashvishlarim ham borda misol uchun. O'tirib olib, men har kun misol uchun Qur'on o'qiy olmayman. Mani vaqtim yo'q unga. Endi sizlar din ulamolari sizlar ishlaring shuda. Misol uchun men hozir jumaga borsam 1 soat abedga boraman, ba'zida jumani o'qimay chiqib ketaman. Imom o'tirib olib gapiraveradi, ma'ruza qilaveradi. Misol uchun masjidga 10 kishi borsa, 10 kishidan bitta men ishga borishim kerak, 9 kishi uni quloq solib o'tiraveradi. Men ba'zida jumaga ham nima qilmay o'zimcha chekaroqqa chiqib peshinda o'qib ketib qolyapman-da ba'zida. To'g'risida endi mana. Boshqa masalada, hoji aka. 2 dona yoki 3 dona surani ma'nosini o'rganib olish eng uzog'i 1 kun vaqt ketadi. Chunki mayli, mana nima qilgandir. Mana masalan hozir eshituvchilar ichida aytaylik, Ixlos surasining ma'nosini men bir marta aytaman xolos. Alloh yakka yagonadir. U tug'magan, tug'dirmagan. Alloh behojatdir, Alloh tug'dirmagan, tug'dirmagan, unga hech kim teng kelmaydi. Shuni endi shu narsani inson ongiga singdirib olish uchun nahot 30 yil kerak bo'lsa, mana shu aytgan gapimni. Alloh yakka yagonaligini, hech kimga emasligini, odamlar bor mana misol uchun bolasi ham, otasi ham yo'qligini, unga hech kim teng kelmasligini, mana shu tushunchani Alloh haqida, Alloh shunaqa ekan-da degan ma'lumotga ega bo'lish uchun 1 yil, siz 30 yil deyapsiz. 1 kun emas. Odamlar bor. 5-10 marta bo'lsa ma'nosini tushunib oladi. Odamlar bor. O'qishni bilmaydigan odamlar bor misol uchun. Eshitsin, o'qishni bilmasa, audiosi bor, tarjimalar. Telefon ishlatishni bilmaydigan odamlar bor.
Endi u Hozir o'zini man aybida. vrachman, bir kunda Bu misol o'zini uchun johilligi. 50 ta odam bilan gaplashaman. Bir inson telefonni Harom ishlatishni qolasiz. bilmasa, butun insoniyat o'qiyotgan Allohning kitobini tushunmay o'lib ketish kerakmi bir insonni? Yo'q, endi o'shalarni halidaqa nimasini buzib qo'ymayapsizmi? Namozga yaqinlashmay tushunmasang deb. U mast holatda degan. Mast holatda ham, mast holatda ham, mast holatda ham demayapman. Mastga o'xshamasdan undan ko'ra hikmat bilan tushunib, nima deyotganingizni tushunib o'qing deyapman. Alloh bilan o'z ona Yo'q, tilingizda to'g'ri. gaplashing deyapman. Ana shunaqa deb qo'ying. Rahmat. Mana. O'qisa bo'laveradi. O'qisa bo'laveradi. Tushunib o'qigan yaxshiroq deb qo'ying, domla. Shunaqa, to'g'ri. Masalan, sizga bitta misol keltiraman. Sizga bitta misol keltiraman. Robbana hab lana min azvajina zurriyatan yoki bitta arab tilida duo qilyapti. Masalan, Alloh taolodan solih farzand so'rayapti. Shu duoni yodlab olgan. Qaysidir masjid imomidan bir namozxon kelib, jumadami, boshqadami yoki bir ashura kitobni o'qidi, bir yodlab oldi. 30 yil namoz o'qiyapti-da, namozda faqat ana shu duoni qilyapti. Allohim menga solih farzand ber, Allohim solih farzand ber deyapti. Lekin o'zi u odamni farzandi bor, nevara-chevarali bo'lgan, lekin Allohdan so'raydigan aslida ehtiyoji boshqa narsa. Lekin ma'nosini bilmayapti-da, Allohdan solih farzand so'rayapti. Lekin ehtiyoji yo'q. Agar ana shu insonda ana shu insonga siz Hoji aka, siz hozir namozda Allohdan farzand so'rayapsiz deb birov eshitib, tarjima qilib, farzand kerakmi sizga desa, menga nima farzand kerak? Nevara-chevara odamman, 80 kirganman desa, nuqul 30 yildan beri Allohdan farzand so'rab duo qilyapsiz u desa, nima deydi hali odam? Yo'q, men shu duoyim shunaqamidi deydimi? Shuning uchun inson Allohga duo qilayotganda o'zi tushunib qilish kerak. Nimani so'ramoqchi bo'lsa, dilidan, tilidan ongli ravishda muloqot qilish kerak. Shuni sal kengroq tushuntirmadingiz-da hali. Shap. Nima tushunmasa o'qimagani yaxshi deb tushunib qoldi-da odamlar. Mana boringizga o'qisa bo'laveradi, lutfi tushunib o'qish kerak ekan deb tushundim. Hozir yaxshi, rahmat domla. Assalomu alaykum, rahmat katta. Assalomu rahmatulloh. Yana Hamidullo aka mikrofon beramiz. Hamidullo aka, oching mikrofoningizni. Men mana Xanjar akamiz ham bizni yaxshi tushunmadi shekilli. Men masalan Xudoga shukr masjid yaqin, har kuni kiramiz, 200 taga yaqin insonlar bo'ladi. Albatta biz maqsadim targ'ibot qilish, ashi arabcha o'qiladi har kuni, faqat ma'nosini tushuninglar deb targ'ibot qilaman degan gapni gapirdim. Keyin duolar qiladi uzundan uzoq, shunda ko'proq oxirida hozirgacha ham aytib kelaman, jamlovchilarda Rabbana atina fid dunya hasanatan shular aytib qolganini duolarni ayrimlari faqat arabcha oxirgacha o'qiydi. Hamma qo'lni ko'tarib to'g'ri qavmi malol ham bo'ladi-da. Men hozir aytgan gapim Xanjar akamiz noto'g'ri tushundi shekilli. Duolarda turkiy tilmi, forsiy tilmi, boshqa kim ashiya o'zbekmizmi, qirg'izmi, tojik bo'lsak, o'zimiz tilda aytib jamlovchilarni o'sha arabcha qilsa ham bo'laveradi, Rabbana atina degan ma'noni aytmoqchi edim. Masalan, qancha tushunib o'qisak, shuncha yaxshi deb aytmoqchi, targ'ibot qilmoqchi edim. Shu gapni aytmoqchi edim Xanjar akamizga. Yaxshi aka, bu nimada asosiy o'qiyotgan Qur'onni, qilayotgan zikrini tushunib qilsa, keyin shunda haqiqiy zikr bo'ladi. Haqiqiy zikr shu tushunib ongli ravishda o'qiganda, aytganda zikr bo'ladi. Mana shu nomini zikr deyiladi. Shu joyda tugatamiz. Allohga omonat bo'linglar. Erta indin kelasi suhbatlarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Bir muayyan mavzularda endi chiqishlar davom etkazamiz va inshaalloh Qur'oni Karim tafsirida ham sekin yo'lga solib, bir nizom bilan kunini, vaqtini belgilab, tafsir darslarini ham boshlashga qaror qilyapmiz. Alloh taolo o'zi yordam bersin, o'zi madadkor bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.